Assalomu alaykum. 9-mart 2026 sanaga Vanderkot o'rik. 10-11 sanaga havola -1 ga tushadigan prognoz bor. Shunga qaramasdan mas'alani bu daraxtlar mana 5-6 yoshli daraxtlar bo'yini ko'rib turibsizlar, 2,5-280 holatda ushlab turibmiz. Arilar ishlayapti. Unchalik baland emas bo'yi. Xo'p, inshaalloh sovuqdan qanaqa o'tadi? Sovuqdan keyingi prognozida sovuq urdi-urmadi, qancha hosilga ta'sir qildi yoki ta'sir qilmadi, Vanderkot chidamliligini sizlar bilan birgalikda inshaalloh ko'ramiz. Ari ushib ketib qoldi. Mana chaman bo'lib gullar yotibdi, arilar ishlab yotibdi. O'zini o'zi changlatadigan, qisman changlatadigan, to'liq emas, 100% emas, lekin o'zini o'zi changlatadi. Qo'shimcha yuqori hosil olish uchun Tomkot degan changlatuvchini qo'yish mumkin. Yoyilib o'sadi, tik yoyilib yonga tashlab o'sadi, tik holatda o'smaydi. Yoyiladi, juda ham formasini olish qiyin bo'lgan. Navlardan bitasi. Shunga qaramasdan shakllar o'zingiz aytgan holatda bemalol shakl holatiga keltira olasiz. Misol uchun deylik, stvol qo'yganmiz yonga. Qanchalik daraxt asosiy tanasiga mevali shoxlari yaqin bo'lsa, shunchalik hosil o'ta yirik bo'ladi. Misol uchun mana bunga nisbatan mana bu yirik bo'ladi. Endi asosiy tanaga yaqin. Mana kesganmiz, rosa kesilgan. Lekin shunda ham hosil ko'p. Inshaalloh. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Oldin ham video ko'rsatganman, mana shu joylarga dori tushgan, kaliy, azot, fosfor tushib, motoblokda yaxshilab yer og'darilgan, yurilgan. Xudo xolasa sovuqlar o'tib, yana kunlar ilishiga yana bitta yaxshilab yuramiz. Endi gullash jarayonidan tagida namlik, albatta namlikka e'tibor berish kerak, nam bo'lish kerak. Qup-quruq yer bo'lmasligi kerak. Gullab mevasini tutib olishiga keyin suv beramiz inshaalloh. Men gullar keyin suv beraman. Lekin namlik yetarli deb hisoblayapman hozircha. Xo'p, qishda bizda o'zi nam yetarli bo'ldi, aynan bizning hududda. Shuning uchun sug'ormayman, guldaki sug'oraman. Sizlarga ham mana bitta qo'shimcha informatsiya. Guldaki sug'oramiz. Xo'p, mana shuni bo'yini, bu yil mana shu pindilar o'sadi. Mana hozir mana shu yerda chiqyapti. Kurtali uyg'onyapti, ko'rinayotgan bo'lsa, shuni ishlovini beraman aprelda. Sababi bizga juda ham bu yerdan 10 ta shox kerak emas. O'zimizga eng mos shox, ideal shox tanlaymiz shu joyda. Hammaga rahmat.